Dars qilib charchaganingizda tanaffus uchun zo'r ideyalar. Birinchi bo'lib shunaqa uch raqamni chizib olib, ikkita qulog'i va o'rtaga shunaqa ikkita ko'zini chizib, burnini va og'zini shunaqa qilib chizib olasiz. Tepadan va pastdan oyoqlarini chizib, ularni bo'yab olasiz. Katak yordamida bambuq chizib olamiz. Mushukchani chizish uchun bo'lsa, 3 raqamini gorizontal holatda chizib olamiz va quloqlarini, ko'zi, panjalari va dumini ham chizishni unutmaymiz. Keyingi hayvonchamiz qurbaqa. Buning uchun yarimta dumaloq shaklini olamiz. Ikkita dumaloq ko'zini chizib, yoniga xuddi shunaqa shaklda chizib chiqamiz va unga bilik bilan bo'yashni unutmaymiz, chunki ular dengiz hayvoni. Ularni ko'rganingizda har safar kayfiyatingiz ko'tariladi. Albatta chizib ko'ring.